Bitta patsient deb so'rayapti-da, chivinni ko'p chaqish haqida. Nima faqat meni chivin chaqadi-da, o'ranib yotsam, lekin xo'jayinim umuman chivin chaqmaydi, Sobira, nimadan shu deb so'rayapti. Bilasizmi, o'zi chivin nimaga ko'p chaqadi? Ayrim insonlarning sababi B guruh vitaminlar kamayib ketganda insonlarning terisidan shunaqa hid chiqishni boshlaydi. Buni inson sezmaydi, faqat hasharotlar, ayniqsa chivin bu hidni juda ham zo'r sezadi-da. Aynan B guruhi kamayib ketgan insonlarni borib chaqadi. Endi B guruhi o'zi nimaga kamayib ketyapti hozirgi zamonda bilasizmi? Ko'pchilikda shu narsa bor-da. Ayniqsa B guruhiga boy bo'lgan mahsulotlar ratsionimizda yo'q. Kalla pocha, qo'y, mol so'yilgan kalla pochasi bo'ladi-yu, tili, jigari, umuman mana shu mahsulotlarda B guruhi juda ham ko'p. Lekin bizanikilar hozirgi zamondagi ayollar ham, erkaklar ham bu narsalarni yeyishmaydi. Oldingilar ko'p yeyishganligi uchun vitaminlar tashqaridan qabul qilib ichishmagan, vitamin B, vitamin C qilib ichishmagan. Ular o'sha tabiiy mahsulotlardan vitaminlarni olishgan. Mana qo'y, mol so'yilganda, ayniqsa kalla pochasi, uni jigari vitamin B ga juda ham bor. Va buni uvol qilmasdan maza qilib iste'mol qilish kerak. Vitamin B ni organizmda kamayib ketganini analiz topshirmasdan qanaqa qilib aniqlash mumkin? Birinchi navbatda bunaqa insonlar uyqusida tush ko'rmaydi. Nima uchun tush ko'rmasligining sababini men sizga tushuntirib beraman. Agar siz uxlaganingizda tush ko'rmasangiz, sizda B6 vitamini defitsit deb biz taxmin qilamiz. Chunki B6 triptofandan serotonindan melatonin hosil bo'lishida ishtirok etadi. Chuqur va juda ham uzoq uyqu aynan mana shu holatda sodir bo'ladi. Tush ko'rmaydigan insonlarda esa B6 tanqisligi juda ham kuchli bo'ladi.